Kilosi 85 ming so'mdan Belarusiyani go'shti keldi. So'yilgandan 4-5 kun bo'ldi. To'g'rimi axir? To'g'ri. Buni pechatlarni yaqinroq kelib ko'rstinglar. Belarusiydan ekranda ko'rsatib qo'ydik, girim bo'lgan ya'ni hujjatlarini. Hamma dokumentlari bor. 100% ishonchli, halol so'yilgan, tekshiruvlardan o'tgan. To'g'ridan-to'g'ri Belarusiydan keladi. Katta mashinalarda, biz katta mashinadan to'g'ridan-to'g'ri chegaradan o'tgandan keyin o'zimizga tegishlisini olib, keyin bu yoqqa to'g'ridan-to'g'ri olib kelamiz. Hamma dokumentlari bor. Bu Urganchda hozir. Urganchga kelsangiz ekranda nomerni qo'yamiz. Nerede desek bo'ladi bu yerning adresini? Bu eski Taxta bozor deb ataladi. Kolxozstroy eski taxta sklat. Bu avtosalon setovorga yetmasdan chap tomonda. Ko'la zavod tarafdan kelganda, Obulgay tarafdan kelganda avtosalon setovorga o'tib, 50 metr yurgandan keyin o'ngga burilasiz. O'zi tablolar yozilib turibdi, go'sht deb yozib qo'yibdilar. Lokatsiyani ham qo'yib qo'yamiz, stilkasini bemalol kelishingiz mumkin. Bular kiloga emas axir bular. Yo'q, bular hozircha kiloga emas. Lekin xudo xolasa tez kunda razdelka qismini ham yo'liga qo'yamiz. Hozircha bu katta stalovoy restoranlar borga juda ajoyib variant. To'y chakalar ayniqsa bemalol kelishlari mumkin. To'yga ham juda zo'r variant. Hozircha butunligida sotiladi. Shu bir satan sotiladi. Bir satan sotiladi, bir oldingi qo'llari ham bor. Bu o'rtacha 300-350 kilolik mollar. Shunaqa. 4-5 kun oldin Belarusiyada so'yilgan, to'g'ri bu yerga kelib turibdi. Ko'rib, menimcha qassob akalar tushunsa kerak bu narsani. Ayniqsa qassob akalarga juda zo'r variant bu. Xohlasalar arzongina olib turib, razdelkani o'zlari qilib bemalol sotishlari mumkin. Xalqqa ham juda manfaatli bo'ladi bu. Svejiy go'sht ko'rishlaringiz mumkin mana. So'yilganiga 5 kun, atiga 5 kun bo'lgan svejiy go'sht. Kim bu yerda arka don go'sht bormi, yo'qmi bu yerda? Bu yerda don go'sht, muzlatilgan go'shtimiz ham bor. Uni xohlasalar kilolik, xohlasalar korobkali variantlarimiz ham bor. Skladimizda ham yarmarkamiz bor, ham optim skladda korobkaga ham sotamiz go'shtni. Ular hujjatlar paq turibdi, o'zi ko'rib oladilar. Ular hamma narsasi bor. Halol, sertifikatlar hammasi bor. Biz javob beramiz, garantiyamiz ham bor. Gaplashib ko'ringlar, ina arzon narxda go'shtlar menimcha yomon emas o'xshaydi. 13 dollar yozib qoldim. Bu Belarusiydan toza kirib keldimi yoki avvalan bo'lganmi bu? Avvalan bo'lgan, endi Xorazmga endi olib keldik. Bundan buyog'iga Xorazmga yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Bu birinchi boshlanishi hali davomi bor. Bemalol kelaverasizlar. 85 ming so'mdan kilosi. 85 ming so'mdan kilosi. Atak 1 kilo 2 kiloga berilmaydi, shu bir satan beriladi. Hozircha bir satan beriladi, keyinchalik razdelkasini yo'lga qo'yganimizdan keyin xudo xolasa kiloga ham beramiz. Necha chiqarish bir satanimi? Bir satani o'rtacha 80 kilodan 100 kilogacha chiqadi. Primini 100 kilo. 100 kilo bo'lganda 2 millionga bormaydi ekan-da, 7 millionga boradi. Xuddi shunaqa. To'ychilar ketadi lekin. Juda ajoyib variant to'ychilar, ayniqsa juda hamyonbop. Telefonlashini ekranda telefon nomerlarini qo'ydik. Taxta bozor do'rsidan kirib kelasizlar. Bannerlarda yozilgan go'sht deb. Adres shu yerda.